Dunyodagi eng katta jonzot bo'lgan ko'k kit o'lsa nima bo'ladi? Aytishlaricha, ko'k kit o'zining o'limga yaqinlashayotganini sezadi. Shuning uchun u uyasidan yuzlab kilometr uzoqlikka borib hayotidagi eng so'nggi sho'ng'ishni amalga oshiradi. Va shundan so'ng kit butun kuchi bilan chuqurlikka sho'ng'iydi. Bu jarayon kit qulashi deb ataladi. Avvalo ko'k kitning jasadi tubdagi baliq va ilonlar tomonidan yeyiladi. Bir necha kun davomida qolgan ozgina go'shtni kichik qurtlar yeb qo'yadi. Shundan so'ng zombi qurtlar paydo bo'ladi va ular kitning suyaklariga kislota ajratib, ularni buzib yog'lar va oqsillarni chiqaradi. Bu yog'lar va oqsillar zombi qurtlar bilan birga yashaydigan simbiotik bakteriyalar tomonidan yeyiladi. Suyaklar esa erib ketadi. Ular suvdagi o'simliklar uchun ozuqa bo'lib xizmat qiladi. Bu jarayon taxminan 100 yil davom etadi. Kit o'zining umrini tugatadi, lekin qiruvchi turdagi jonzotlar va 12490 dan ortiq organizmlarni tirik ushlaydi. Shuning uchun aytiladiki, kit o'lganida u yuzlab jonzotlarga hayot beradi deb. Bu tabiatning qanchalik donoligini ko'rsatadi. Hech narsa behuda ketmaydi va har bir narsaning yaratilishining o'z maqsadi bor. Tabiatning har bir detali yaratuvchining mukammal dizaynining bir qismidir. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada bitta 100 raqam emojisini qoldirib keting va Luminex kanaliga obuna bo'ling.